asossiz qo'yilgan ayblovlar dastlabki tergov organi tomonidan qo'yiladi va sud shu ayblovni, sudni, jinoyat sudlarining 3 ta vazifasi bor. E'lon qilingan ayb tasdiqlanadimi, yo'qmi? Ayb tasdiqlangan bo'lsa, harakati to'g'ri kvalifikatsiya qilinganmi, yo'qmi? To'g'ri kvalifikatsiya qilingan degan xulosaga kelsa, shu shaxs jazoga sazovormi yoki yo'qmi degan masalani yechadi jinoyat sudlari. Boyaga aytganimdek, shu 6000 dan oshiq ortiqcha qo'yilgan ayblov yoki 9000 dan oshiq ortiqcha og'irroq modda bilan kvalifikatsiya qilingan holatlari bu dastlabki tergov organi tomonidan yo'l qo'yilgan. Shuningdek, mana oqlov haqida gapirdik. Bugun 5900 ta oqlov bo'ldi oxirgi 7 yilda. Mana bu yerda savol bor. Yuqorida oqlovlarni kamaytiringlar, moddiy va ma'naviy zarar uchun byudjet pullari yetmayapti degan topshiriq berilgani rostmi degan savolga men yo'q deb javob bera olaman. Hozir qayd etgan raqamlarim bilan sirazu masalani yechib ketyapman. Mana shu holatlarni tahlil qilganimizda oxirgi 2 yilda oqlanganlarning 48% ga oid jinoyat ishi oxirgi 2 yilda, 3 yilda tergov qilingan ishlar. Bugungi kunda demak tergov organining xatosi bilan oqlovlar soni ko'payayotganligini ham e'tirof etishimiz lozim. Endi 2023-yilda oqlanganlarni demak 58% ekan prokuratura tergov qilgan. 34% ichki ishlar tergov qilgan ekan va 13% davlat xavfsizlik xizmati. Shu sababli bugungi kunda bizning vazifamiz yana bittasi shu tergov organi sifatiga ham e'tibor berishimiz lozim ko'rinadi. Sudyalik o'ta mas'uliyatli va sharafli kasb ekanini xalqimiz yaxshi tushunadi. Azaldan el yurtimiz o'rtasida insofli, diyonatli qozilarga, adolatli himoya qiluvchilarga hurmat va e'tibor yuqori bo'lgan.